Ushbu munojotlar Abdukarim Mirzayevning Huzur eshigi kitobidan olinyapti. Demak, birinchi kundalik. Unutma, ichingdagi huzur go'zal hayot eshiklarini ochadi. Huzurga olib boradigan yo'l esa jasur savollardan boshlanadi. Kitobni boshidan o'qiganda ikkinchi munojot. Demak, boshladik. Allohim, men kechirilishi muqarrar bir odamdek ish tutdim. Gunohlar qarshisida titramadim, qo'rqmadim, xavotirga tushmadim. Bularning hammasi meni tanimaganim uchundir. Seni tanimaganim uchundir. Allohim, menga o'zingni tanit. Kibrlanuvchilar va kimligini unutuvchilardan qilma. Haddimdan oshsam, jazoing muqarrar ekanligini eslaguvchilardan, tavbaga shoshuvchilardan qil. Qahru g'azabingga uchrab jazolanishga hukm etiladigan, uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan qiyomat kuniga abgor va sharmsor holda bo'ladiganlar safidan turishdan panoh so'rayman. Buyurganing ishlarga sobit qadam, azmu qarorli bo'lishga intilyapman. Qalbimdagi kasalliklarni aniqlashga bel bog'ladim. Bu mashaqqatli yo'lda kurash va jur'at yo'lida matonatli bo'lishimga yordam ber. Meni ne'matlaringga shukr qiladigan, ibodatlarini go'zal ado etadigan haqgo'y bandalaringdan qil. Sog'lom qalb ber. Gohida qanotsiz bo'lib qolaman. Bergan rizqingga qanoat qilmayman. Yana va yana dunyoga mukasidan ketaveraman. Allohim, meni yaxshiliklar bilan to'xtat. Bir balo kelgandagina aqli boshiga keladiganlardan qilma. Musibatlarda qoldirma. Meni musibat kelgandagina seni eslaydiganlar safidan chiqar. Ishqing bilan darmand bo'lganlardan qil.